Maktab naqshisi. Toto'ga nisbatan tramvay maktabdagi har bir kun kishini hayron qoldiradigan yangiliklarga to'lgan edi. Toto yanıla maktabga baldıroq berishni o'ylag'achqa, har kun saharning yetib kelishi uningga shunchalik uzoq bilinadi. Uning ustiga har kun maktabdan qaytib kelgandan keyin u ota-onasi va podachi it Rokiga bugun maktabdan nima qilganligi, naqadar qiziq bo'lganligi, haqiqatan qattiq cho'chiganligi degandeklarni onasi birdam aram elib andin so'zla, azroq pechin yevolsang qandoq deganga qadar tinmay so'zlaydi. Yana kelib maktab Toto'ga xili tunishliq bo'lib qolgan bo'lsa-mu, uning har kun deydigan so'zi yana shuncha ko'p edi. Biroq so'zligidek so'zning shuncha ko'p bo'lishi mutaas. Toto'ning onasi ichidan xushallik va xotirjamlik his qildi. Bir kuni Toto maktabga boradigan tramvayda ushtumtut bir ishni yodiga oldi. "Hay, tramvay maktab naqsi bormidi, yo'qmidi?" U shularni o'ylab maktabga baldiroq berishga intizor bo'ldi. Maktabga yana 2 bekat bo'lsa-mu, ammo Toto tramvay eshigining yonida turib olgan edi. Tramvay erkinlik topiki bekatiga yetib borgan hamon darhol yugurib tushish uchun Toto "Tayyorlan, yugur!" degan harakatga hozirlik ko'rib qo'ydi. Keyingi bekatga yetib kelib, tramvay eshigi ochilishi bilan bir achash tramvayga chiqmoqchi bo'lganda, bir qizning tramvay eshigi oldida "Tayyorlan, yugur!" degan harakatga hozirlanib bo'lganligini ko'rib, uni tushirga o'xshaydi deb o'yladi. Ammo bu qizning shu turgan peti midir-sidir qilmaganligiga qarab, ixtiyorsiz ajablanib, "Zodi nima bo'lgandi?" dedi. Achash so'zlagach tramvayga chiqdi. Shunday qilib tramvay bekatga kelgandan keyin Toto'ning tramvaydan tushish surati hech kimga musilishtirg'ul bo'lmaydi. Yosh tramvay xodimi daldangshigan qiyofatda texmuqim to'xtab qolmagan tramvaydan bir putini bilan tuspisiq tirvilib tramvaydan tushgach so'zladi. "Erkinlik topiligi bekiti, tushadigan yo'lovchilar!" Bu chaqda Toto'ning qarsi bilan tekshirish eg'izning sirtida g'oyib bo'lgan edi. Toto maktabga yetib berib, tramvay sinfga chiqdi-da, oldida kelgan Yamaochi Taijidan so'radi. "Hay, Taiji, bizning maktab naqsi bormi, yo'q? Sen bilamsan, bilmamsan?" Fizika amroq Taiji salma qoldi javob berdi. "Yo'q-ku deyman." "Ha?" Toto jiddiy tusda so'zladi. "Meningcha yana maktab naqsi bo'lgan tusi kerak. Mening burungi maktabimdami nayt qaltis bir maktab naqsi bor edi." Toto shundoq degunicha o'llik aytishga boshladi. "Seni soko kuli garsizlik tegiz bo'lsinmi? Ulug' zotlar ko'ngliga berar tasalli." Bu burungi maktabining maktab naqsi edi. Toto u yerda bir necha kun o'qigan. Uning ustiga bu maktab naqsi 1-sinfning o'quvchilariga nisbatan bak ta'sir hisoblansa-mu, ammo Toto uni nihoyat to'g'ri yodlab olgan edi. Biroq Toto'mu mush bir ko'piyatni yodlab olgan edi. Taiji buni anglab nihoyat qayil bo'lgandan beshini yenikkina ishga qadim chayqab, "Ha" deb qo'ydi. Bu chaqda boshqa savodashlarmi biror quruq kelib bo'lgan edi. Hammaylan Toto aytgan tushunish tas naqsh tekstiga ham hurmat qilgan, ham intilgan qiyofatda "Ha" deyishdi. Toto "Hay, biz maktab mudiriga bir maktab naqsi yozish taklifini bersak qandoq?" dedi. Ko'pchilikmi shunday xiyoli bor edi. "Shundoq, maktab mudiriga deb boqaylik-chu." Shuning bilan ular maktab mudirining ishxonasiga qarab mangdi. Maktab mudiri Toto'ning naqsi va ko'pchilikning arzusini anglab, "Bo'ladi, ata degangicha cho'qim yezib bo'laman" dedi. Hammaylan "Amsa gapimiz gap bo'lsin" deb qo'yib, yana bas-basda sinfga qaytib ketishdi. Atiganda barliq o'quvchilar maktab mudirining "Hammanglar maktab qo'risiga yig'ilinglar" degan uqtirishini topshirib oldi. Toto'lar qattiq intizor bo'lishib, hayajonlikdan yuragi tupildab so'qib ketishdi.
Hammaylar maktab qorasiga yig'ilgandan keyin maktab mudiri qo'roning dal o'ttirsida turib so'zildi. Qaranglar, mana bu maktabimizning tramvay maktabning maktab naqsi. Maktab mudiri so'zini davom qilgach, doskaga tuvandagidek qushqashlarnikiga o'xshaydigan ba'zi siziqli notalarni yozdi. Uningdan keyin maktab mudiri qo'lini televizorlardek egiz ko'tarib, "Qani, hammamiz birga aytaylik." Maktab mudiri so'zlab o'tib, qo'lini harakatlantirishga boshladi. Butun maktabdagi 50 nafar o'quvchining hammasi mudirga agishib aytishdi. Tramvay maktab, tramvay maktab, tramvay maktab. Mushunimi? Naqshi ovozi to'xtagan aman Toto shundoq so'radi. Maktab mudiri nihoyatda mag'rur holda "A" deb javob berdi. Toto intayin umidsizlanib maktab mudiriga "Yana ozroq qiyin bo'lsa yaxshi bo'ladi ekan. Senizoko kuli gargsizlik tez bo'lsinmi?" degandek dedi. Mudir höpdib qizirib kulgancha "Buni yaxshi ko'rmadingmi? Men aksicha buni bek yaxshi bo'ldi deb o'ylagan" dedi. Natijada boshqa bolalarmi "Bundaq oddiy naqshning bo'lganidan bo'lmagan tuzuk" deyishdi. Qisqasi bolalar bu maktab naqshini qabul qilmadi. Mudir qarmoqqa sal afsuslangandek ko'rinsimi, ammo ochiqlanmadi. Faqat o'chirgich bilan maktab naqshisini surtibdi. Toto maktab mudiriga sal yuz kelolmaydigandek tuyg'uda bo'ldi. Ammo u yana "Bizga keragi qoltis maktab naqshisi. Bundaq emas. Buningga amal yo'q-da" deb o'yladi. Amaliyotda hilqi oddiy maktab naqshisida maktab mudirining maktabni qizg'in suyish, bolalarni qizg'in suyishdek hissiyat ifodalangan edi. Bundaq hissiyatni shundoq ixcham ifodalab beralgan maktab naqshisidan ikkinchisi bo'lmasi kerak. Afsuski, bolalar bularni tushunmaydi. Keyin bolalar maktab naqshisining ishini unutib ketishdi. Mudirmu kerak qolmadi deb o'ylagan bo'lsa kerak, o'chirgich bilan maktab naqshisini surtib edi. Oqibat tramvay maktab boshdan oxiri maktab naqshisiz qoldi.